Qurbonlikda ajoyib hikmat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qurbonliklaringizni kattaroq qilinglar, sog'lomrog'ini, yaxshirog'ini. Birovga bir narsa hadya qilsangiz, chiroylisi bo'lsa, xursand bo'ladi-ku. Kattaroq qilinglar, sababi sizlarni sirotdan olib o'tadigan mana shu narsa deganlar. Xuddi sirotdan minib o'tgandayda. Endi taqsimotiga kelsak, taqsimotini o'zingizning ixtiyoringizda. Agar farzandi ko'p, qarindosh urug'lari ko'p odam bo'lsa, o'zlari oilaviy bo'lishib olsa ham bo'ladi. Agar bemalolroq bo'lsa, o'zingizga bir qismini olib qolib, bir qismini faqirlarga tarqatsangiz ham bo'ladi. Sizni bahonangizda bu Izzatullohga ham aytib qo'ying. Bu kishining sababidan boshqa bizni ko'rib turganlarga ham bizni bir 4-5 yildan beri ajoyib bir Xudo ilhom berib shu narsa joriy bo'lib qolgan. Qurbonliklarini, go'shtlarini yetim bolalarga, talabalarga tarqatib beramiz. Qanday tarqatamiz? Siz bitta qo'y, siz bitta qo'y, siz bitta mol so'yib bizga berasizlar-ku. Biz u narsani har bir oilaga mo'ljallangan 1 kilo, yarim kilo qilib muzlatib qo'ydik. Qurbonlik qilib go'shtini o'sha kuni yegizasiz-ku osh qilib. Biz o'sha kuni shunchalik go'shtga to'ygan bo'lamizki, hatto sizning oshingizni yemaymiz-da. To'g'rimi? Odamlarning uyiga boramiz, qurbonlik kuni hamma osh qiladi-ku. Uncha maqsad hosil bo'lmaydi. Qani endi siz so'ygan qurbonligingizni go'shtini yetim bolalar, qiynalgan musofirlar, talabalar yesa-yu, bo'lib ham 1 yil keyingi qurbonlikgacha duo qilishsa, sizni haqqingizda Allohning o'rtasiga kafil bo'lishsa. Shuning uchun sizlarga ham, aziz do'stlar, sizlarga ham taklif bor. Qurbonliklaringizni yetim bolalarga yetkazib beramiz. Buning uchun Izzatullo siz telefon raqam qo'ying. Ular bilan gaplashaylik. Har bir kishiga o'zini so'yayotgan qurbonlikni ko'rsataylik. Va ularni taqsimotini ham o'zlari guvoh bo'lishsin. Duolaringizni eslab turasizlar. Kelayotgan qurbonliklaringiz muborak bo'lsin. So'yadigan qurbonliklaringiz qabul bo'lsin. Omon bo'linglar.